Robbim o'zing dargohingga qabul qilgin. Hatmi Qur'on sharofatidan gunohlarimizni kechirgin. Buni savoblarini barchalarimizda ota-onamizdan ko'ra mehribon bo'lgan zot, qiyomat kungi shafoatchimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklariga yetkazgin. Va jamiki payg'ambar alayhissalatu vassalamlarning ruhlariga, jamiki sahobalarning ruhlariga, jamiki azvoji mutahharat onalarimiz ruhlariga, duoga qo'l ochgan hammamizni ham o'tgan umidvorlarimiz ruhiga, xosatan hatmi Qur'on tayinlagan aka-uka opa-singil qori-qoriyalarimiz tarafdan o'tgan umidvorlarning ruhiga Go'yo kalomingni bizlardan qabul ayla. Duolarimizni ijobat qil. Gunohlarimizni afv Robbim. Ulug' manzil makonda turibmiz Robbim. Barchalarimizni dunyoga kelishimizga sabab bo'lgan otalarimizni rahmat qilgin. Qornida 9 oy ko'tarib biz dunyoga